Qadrdonlar shunaqa bir uyga keldi, Fayzli aka tashqaridan sizlarga tushuntiraman. Archalarni ekib qo'yishganini ko'rasizlarmi, peringlar. Chiroyli qilib uyga qarab qo'yishdi. Hozir sizlar bilan birga shuni obzorini qilib chiqamiz. Sizlar ungacha bu videoga like bosib qo'yinglar. Qani qadrdonlar kiramiz ha. Qo'lidan marhamat. Hop. Tepamizda boloxona ham bor ekan. O'zimizning milliy hovlida, jigarlar. Qarang qadrdon, qanaqa chiroyli, fayzli hovli. Zo'rmi? Fasad uzunligi 25 metr bo'lyapti, ichkarigi uzunligi 50 metr bo'lyapti. 12,5 sotuv joyimiz. 10 ta xonasi bor ekan. 3 ta oila bemalol yashasa bo'ladi. Qaranglar. Bu yoqda 3 ta xona, u yoqda 3 ta xona, tepada ham 3 ta ham 4 ta xona bor ekan. Oshxona, sanuzellari bor. Xo'p, hovlini ko'rasizlar, juda ham chiroyli qilib qarab qo'yibdilar akamlar. Mehr berganlar-da uyga. Xo'p, mana shu devorni ko'rasizlar. Devor u yoq tarafi ham shu akamlar uylari hisoblanadi. Umumiy 12,5 sotuv bo'lyapti. Qadrdon uyimni ko'rdingiz, yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Toshkent tumani Mehnat Qodirovga kelganmiz. Qaranglar. Katta ko'chaga chiqasiz, 200 metr ko'cha. O'ngga ketadigan bo'lsangiz, Kelesga qarab ketasiz. Chapga bo'lsa, Toshmay tarafga qarab ketasiz. Qiziqqani uchun men pastdagi raqamini qoldiraman, telefon ko'rasizlar. Akalar uyimizni ko'rdinglar, orqamizda uyga. Xo'p, bularning qo'shnilari ham sotayotgan ekanlar, mana shu xonadon. Ko'rasiz, bu xonadon ham xuddi bir xil proyektda, bularda ham 10 ta, 12 ta xona bor ekan. Fasadi bularniki ham 25, ichkarigi 50. Bularniki ham 25-50 edi. Ikkalasini agar barar oladigan bo'lsangiz, ikkalaliga narxini 23 ming dollar deyapti, ya'ni kelishtirib beradigan joyi bor, kelishilgan holda. Shunda fasad uzunligi 50 bo'ladi, ichkarigi ham 50 bo'ladi. Ровно 25 sotuv bo'ladi. Gaz, svet, suv bor, dokumentlar hamma sotishga tayyor qilingan. Qiziqqani uchun pastdagi raqamini qoldiraman, telefon qilaverasizlar.